Ufq bu shunchaki roman emas, bu xalqning taqdiri, orzu va armonlari aks etgan hayot ko'zgusidir. Urushning og'ir sinovlari, inson qalbidagi sabr, muhabbat va vatanparvarlik tuyg'ulari bu asarda yorqin tasvirlangan. Har bir sahifada insonning kurashi, umidi va ertangi kunga ishonchi yashaydi. Kechagi kun saboqlari bugungi hayotimizga yo'l ko'rsatadi. Said Ahmadning Ufq trilogiyasi sizni o'tmishga sayohat qildirib, insoniylikning eng ulug' fazilatlari haqida o'ylashga undaydi. Romanda davrga xos qiyinchiliklar, mashaqqatlar ichida urush va mehnat frontiga safarbar qilingan yoshlar, Azizxon va Lutfinisa, Nizomjon va Dildor, Tursunboy va Zebuxon kabi tutashgan taqdirlar hayotidagi fojialar tasvirlangan. Romanda eng ta'sirlisi Tursunboy, Ikromjon va Jannatning o'g'li, qo'rqoq va urushdan qochgan, ota-ona diydoridan uzoqda quvg'indi bo'lib, otasining qo'lida jon bergan kimsa. Lutfinisa, Azizxonning sevgan qizi, akasi tomonidan xoinona pichoqlanib o'ldiriladi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ham ushbu Ufq trilogiyasini o'qishni tavsiya qilaman.